Inson xato va kamchiliklardan xoli emas, ammo istig'for orqali qalb yumshaydi, ruh yengillashadi va Allohning rahmati yaqinlashadi. Istig'for til bilan aytiladigan so'z emas, balki chin qalbdan bo'lgan tavba va umiddir. Boshingizga g'am keldimi aziz birodar, istig'for ayting. Qarzingiz ko'payib, kechalari uxlay olmayapsizmi? Unda istig'for ayting. Birovlarda haqqingiz bor, ola olmay diqqat bo'lib yuribsiz. Istig'for ayting. Aziz opa-singlim, go'zal qizim, farzand ko'rmayapsizmi? Ko'zingiz namlanyaptimi? Nega farzand ko'rmayapman deb diqqat bo'layapsizmi? Istig'for ayting. Hamma mana shu g'am va tashvishlarni kaliti bu istig'for. Musa alayhisalom davrlarida odamlar har qancha duolar qilsa ham yomg'ir yog'madi. Oxiri odamlar kelib, "Ey Musa alayhisalom, biz bilan birga chiqib duo qilishing, shoyat Alloh bizga yomg'ir bersa duo qilib bering" dedilar. Musa alayhisalom butun xalqi bilan, qavmi bilan bir sahroga chiqib Allohga duo qilib yomg'ir so'radilar. Lekin Alloh bir tomchi ham yomg'ir yog'dirmadi. Hayron bo'lgan Musa alayhisalom, "Ey Robbim, nega duoyimizni qabul qilmayapsan?" dedi. Shunda Alloh azza va jalla, "Ey Musa alayhisalom, seni mana bu turgan ummatingni ichida menga 40 yildan beri gunoh ma'siyat qilib turgan odam bor. Modomiki mana shu gunohkor banda ichingizda turar ekan, sizlarni duoyingizni qabul qilmayman" dedi. Qarang azizlar, bitta gunohkor sabablik mana shuncha odamni duosi qabul bo'lmas ekan, o'zini duosi qanday qabul bo'lsin? Agar biz atrofimizga qaraydigan bo'lsak, ehtimol atrofimizdagi odamlarni duolarini qabul bo'lmasligiga biz sababchidirmiz deb o'zimizga baho berishimiz kerak. Gunohkor o'ziga emas, atrofiga ham ta'sir qilyapti. Duo qilyapti, duosi o'tmayapti. Alloh azza va jalla aytdi Musa alayhisalomga, "Qavmingning ichida 40 yildan beri menga gunoh qilib yurgan odam sabab duolaringiz qabul bo'lmaydi." Shunda Musa alayhisalom qavmiga o'girilib aytdiki, "Ey qavmim" dedilar, "Sizni ichingizda 40 yildan beri Allohga gunoh ish qilib yurgan bir kimsa bor ekan. Mana shu sabab Alloh bizni duoyimizni qabul qilmayapti. Iltimos chiqib keting" dedi. Kim chiqadi azizlar bunaqa holatda? Agar kimdir chiqadigan bo'lsa, xalq unga nafrat ko'zi bilan qaraydi. O'shalar ichida haqiqatda ham 40 yildan beri o'sha gunohni qilib yurgan odam turgan ekan. U odam o'ylanib qoldi. Hozir men chiqsam, odamlar nafratiga qolaman, qo'li bilan ko'rsatadi. Shu sabab bizni duoyimiz qabul bo'lmayotgan ekan dedilar. Agar chiqmasam duo qabul bo'lmaydi, yomg'ir yog'maydi, nima qilaman dedi-da, Alloh azza va jallaga bo'ynini egib, hech kimga bildirmasdan qalbi bilan ko'ziga yosh olib, "Ey Robbim, mehribon Allohim, 40 yildan beri gunoh qilib kelmoqdaman. Lekin Robbim 40 yildan beri mana shu gunohlarimni hech kimga bildirmasdan meni to'sib kelding. Bugun meni tavbamni qabul qil. Men senga istig'for aytaman. Gunohlarimni kechirgin ya Robbi, meni sharmanda qilmagin va bizlarni duoyimizni qabul qilgin" dedi. Shu zahoti osmonda bulut ko'rildi va butun xalqning ustida yomg'ir yog'a boshladi. Musa alayhisalom hayron bo'lib, "Ey Robbim, bu qanday hol? Hozirgina gunohkor bor, yomg'ir yog'maydi, duosini qabul qilmayman degan eding-ku" dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa alayhisalom, u bandam istig'for aytdi, tavba qildi. Men uni tavbasini qabul qildim" dedi. Shunda Musa alayhisalom, "Ey Robbim, u banda kim ekan? Men uni bir ko'ray" dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa, 40 yil menga gunoh ishlarni qilib yurganda sir saqlagan bandamni endi men uni tavbasini qabul qilganda senga oshkor qilaymi" dedi. Robbimizning mehribonchiligi azizlar. Istig'for aytsak duo qabul bo'lar ekan. Shuning uchun ko'proq istig'for aytishimiz kerak. Qanaqa g'amimiz bo'lsa ham, chunki Hasan al-Basri rahmatullohi alayhining oldilariga odamlar turli tashvishlar bilan keldi. Kimdir bola ko'rmayapman deb keldi, kimdir qurg'oqchilik, kimdir bundoq. Hammalariga bir xil javob bergan ekanlar. Istig'for ayting deb. Ha azizlar, istig'for rizqimizning kalitidir. Istig'forlarning eng ulug'i, eng sayyidul istig'for Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan bizga o'rgatilgan. Agar kim buni kunduzi aytsa, kechqurun olamdan o'tsa, kechqurun aytib kunduzi olamdan o'tsa, u albatta jannatga kiradi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu istig'forni bizga o'rgatganlar. U quyidagi istig'fordir. Sayyidul istig'forni sizlarga ham eslatib qo'ymoqchimanki, ko'proq aytaylik. Allohumma anta robbi, la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ya'ni ma'nosi shundayki, ey Allohim, sen meni parvardigorimsan, sendan boshqa iloh yo'q, meni yaratding, xalq qilding va men seni qulingman, bandangman. Men senga bergan va'damda va senga bergan ahdimda qodir bo'lganimcha turibman. Qilgan narsalarimning yomonidan seni noming bilan panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim. Meni gunohlarimni kechir, chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi. Mana bu azizlar, sayyidul istig'for. Mana shu duoni ko'proq aytish kerak. Agar farzand umidida farzand ko'rmoqchi bo'lib yurgan oilalar farzand ko'rmayotgan bo'lsalar, er va xotin, kelin kuyovlar tahoratli bo'lib, yig'lab ko'zlariga yosh olib, mana shu istig'forni ko'p-ko'p aytsinlar. Inshaalloh Alloh ularga farzand ato qiladi. Va bu farzandlarining quvonchi bilan xonadoni fayzi barakotga to'ladi. Qarzdorlar, bemorlar, hojatmandlar hammasi istig'for aytish kerak. Alloh sizu bizlarni istig'forimizni qabul aylasin. Qachon bandasi istig'for bilan Allohga yuzlansa, Alloh uni noumid qilmaydi. Parvardigor barchamizni istig'forni ko'p aytadigan, tavbasi qabul bo'ladigan bandalardan qilsin. Amin.